Ovqatlarni olib kela qoling. Endi zakaz bergandan sizga 1,5 sekund bo'ldi-ku. Kechimasi po'rda oldiga borib oling, hozir olib kelaman. Turish vashi bo'ladi-ki, yaxshi gapirib turadi, keyin chevingni zo'r beradi-da. Uka, ikkita kartosh somsa yemasidan chiqmasin. Voy, sho'rva namuncha suvli. Sho'rva bo'lganiga suvli bo'ladi-ku, qurib qaqrab ketgan sho'rvani ko'rganmisiz? Yo'g'i ham ko'p ekan. Bering almashtirib kelaman. Kartoshka somsani ham berib yubor, uka. Voy, nima bu ovqatlar yog'i yo'q? O'zingiz yog'siz dedingiz-ku. Voy, tuzi ham kam ekan. Amani tuz. Voy, endi sho'r bo'lib ketdi. Uka, bizga kartoshka somsa nima bo'ldi? Kartoshka somsa jemay, zaharni jigir. Hozir olib kelaman akajon. Mana akajon. Uka, men mashinani balonni ham qoraytirib qo'ygin. Nima hayotda qirchim odamlar afisant oldi shirga aylanib ol ekan, Mayli bir bala chivini olayda, yag'i birga bo'ladi-da. Ukajon, salfetka. Mana opajon. Влажный салфетка. Mana opajon. Зубочистка. Mana opajon. Ухочистка. Yangachi yuring, siz bundan ko'ra bitta cho'miltirib chiqay. Mana rovna 167 550 so'm. Bizda chivi qani? Chivi? Sen chiviga loyiq ish qilganing yo'q. Takazaltang, endi nima ekan? Uyda xotinimga bunchalik ish bermasang kerak, yegani ikkita kartoshka somsa yurgan ishlarni jurtimiz beradi. Ha, endi ovqatni tuzi kam ekan-de. Sen tortishchalar babsi gapirmayman. Senlarda o'zlaring tuzlar ekan. Tuppa tuzga ovqat aksam, tuzi kam deysan, tuz solib bersam, sho'r ekan deysan, yog'li ovqat aksam, yog'siz deysan, yog'siz aksam, yog'li yeyman deysan, o'z umringda ikkita tuxum qovurganmisan? Voy, ha? Faqat kuyib ketgan. Shu holingni restoranda ovqatdan men topyapsan. Senlar chivi bermasalar, men sizlarga beraman. Bosh ko'zimdan sadaqa. Voy, bu nima qilishimiz uchun? Bu restoranga boshqa qaytib kelmasliklaring uchun. Hamma odam bitta afisantlar odam emas, ana nimgirlar. Ukajon, uxachiska nima bo'ldi?